Assalomu alaykum. 2-sinf ona tilidan 27-mavzu ham foydali, ham mazali mavzusi bo'yicha sizlar bilan suhbatlashamiz. Ham foydali, ham mazali. Sherzod: Oyijon, yashil o'yinchog'imni yo'qotib qo'ydim. Topishga yordam bering, iltimos. Ona: u qanaqa edi? Sherzod: aytdim-ku, yashil o'yinchoq. Ana: o'g'lim, axir yashil rangli o'yinchoqlaring ko'p-ku. Qaysi birini izlayotganingni qayoqdan bilaman? Yaxshisi sen o'sha o'yinchoqni ta'riflab ber. Sherzod: ta'riflab berish. Ha, sen o'sha o'yinchoqning ko'rinishini, nimadan yasalganini aytib berishing kerak. Uning 4 oyog'i, uzun dumi bor. 2 old oyog'ini yuqoriga ko'tarib, og'zini katta ochib turadi. Tishlari uchli va qo'rqinchli, rangi esa yashil. Ona: mana shuni ta'riflash deydilar. Dinozavr o'yinchog'ingni ertalab yotog'ingning tagidan topib oldim. Akangning xonasida turibdi. Bu joyda ona bilan Sherzod suhbati o'tkazildi. Ya'ni suhbatda u Sherzod o'yinchoqini yo'qotib qo'yganini, onasi u qanday ekanligini o'g'liga ta'riflab berishni aytdi. O'g'li esa uni ta'riflab berdi. Uning 4 oyog'i, dumi, uzun dumi bor. 2 old oyog'ini yuqoriga ko'tarib, og'zini katta ochib turadi degan so'zlar bilan o'zining dinozavr o'yinchog'ini tasvirlab berdi. O'ylab ko'ring, sevimli o'yinchog'ingizni yo'qotib qo'ysangiz qanday ta'riflaysiz? Albatta, masalan, siz koptopingizni yo'qotib qo'ydingiz. Siz nimaligini aytib bera olmayapsiz. Siz esa uni ta'riflab bering. Dumaloq, ranglari sariq va ko'k chiziqlardan iborat. Men uni tepib yuraman. Va hokazo ta'riflashlar bilan aytsangiz, koptok ekanligini sizga ko'rsatma beradi. 2. Xorijdan kelgan mehmonga O'zbekistonni qanday ta'riflash mumkin? Xorijdan kelgan mehmonlarga O'zbekistonni ta'riflash juda ham oson. O'zbekistonimiz go'zal shahar. U yerda turli millatlar yashaydi. O'zbekistonimizda chiroyli maydonchalar, chiroyli uylar, har xil inshootlar qurilganligini, daraxtlarimiz turli-tuman archalardan iborat ekanligini, undan tashqari O'zbekistonimiz toza, ozoda ekanligini ta'riflab bera olamiz. Ham foydali, ham mazali qanday mahsulotlarni bilasiz? Ham foydali, ham mazali bu bizning sabzavotlar, mevalar. Biz mevalarni yemasak kasal bo'lib qolishimiz ehtimoli bo'ladi. Ular juda foydali. Ayniqsa olma, o'rik, shaftoli, nok, har qaysining o'zining ta'rifi bor. Har qaysining o'zining mazalari bor. Buni biz ta'riflab bera olamiz. Shu kabi so'zlar bilan biz mevalarni, sabzavotlarni tasvirlab bera olish qobiliyatiga ega bo'lishimiz kerak. Birinchi mashq. Meva va sabzavotlarning ko'rinishi, hajmi, ta'mi, foydali xususiyatlariga ko'ra ta'riflarini yozing debdi. Albatta biz o'zimizning bog'imizda va turli joylarda mevalar, sabzavotlar o'sadi. Ayniqsa biz bozorlarga kirsak, mevalarni, sabzavotlarni ko'rib ko'zimiz o'ynaydi. Mevalar bular olma, o'rik, gilos, shaftoli, nok, shu kabi mevalar bizning O'zbekistonimizda yetishtiriladi. Mevalarimiz juda foydali, juda shirin va odam uchun katta foydasi borligini biz hammamiz ta'riflab bera olamiz. Sabzavotlar ham kartoshka, sabzi, piyoz, karam va boshqa sabzavotlar bizning bog'larimizda
mo'l bo'lib pishib, bizning xonadonimizga kirib keladi. Sabzavotlar ham turli xil xususiyatga ega. Masalan, sabzi, buning foydasi katta. Shu to'g'risida sizga ta'riflab yozib ko'rsataman. Birinchi mashq. Meva haqida sizga ta'rif beraman. O'rik mazali, shirin, dumaloq shakli va ichida danagi bor. O'rik yurakka foydasi katta. Uzum, bu ham mazali, shirin meva, uning foydasi katta. Yeyishli va har xil turi bor. Sabzavotlardan sabzi mazali sabzavot. Sabzining foydali tomoni ko'p. U insonning o'sishiga foydasi bor. Va hokazo sabzavotlardan bizlar mana shunday gaplar tuzishimiz mumkin. Biz bu joyda ularning xususiyatini, rangi, ta'mi shu haqida yozsak, mevalarning xususiyatlari, mevalarning ko'rinishlarini biz tasavvur qilib bera olamiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu meva va sabzavotlarning qanday foydali xususiyatlari bor? Mevalar albatta bilasiz, ular inson uchun juda katta foydasi bor. Biz har doim meva yeb turishimiz kerak. Meva inson uchun juda katta vitaminlarga boy hisoblanadi. Yana qanday foydali mahsulotlarni bilasiz? Juda ko'p foydali mahsulotlarni bilamiz. Masalan, undan tashqari har xil oddiy mahmadona, issiq, sovuq, toza, loyqa. Bu so'zlarni har bir narsaning xususiyati, har bir narsaning ko'rinishi, hajmi to'g'risida bu yerda keltirilgan. Berilgan so'zlardan foydalanib odamlar, hayvonlar va buyumlarning tarifi aks etgan gaplar tuzing. Bu gilam juda chiroyli nusxadan iborat. Chiroyli, bu gilamning chiroyli ekanligini ko'rsatib turibdi. Ariqlarda loyqa suvlar oqar edi. Suvda bahor paytida ariqlarda loyqa suvlar oqib keladi. Mening toychog'im oq-qora rangdan iborat. Bu toychoqning rangi oq-qora ekanligini ko'rsatib turibdi. Va boshqa so'zlardan o'zingiz chiroyli gaplar tuzishingiz mumkin. 4-mashq. O'qing, matndagi narsalarning belgisini bildirgan so'zlarni daftarga yozing. Tarvuz. Tarvuzni yaxshi ko'rmaydigan bola topilmasa kerak. Ayniqsa yoz faslini tarvuzsiz tasavvur qilish qiyin. U doim dasturxonimizdan joy oladi. Bu poliz ekini ham mazali ham foydalidir. Tarvuzning tarkibi A va B vitaminlariga boy. Uni ko'p yesangiz kamqonlikka chalinmaysiz. Xotirangiz mustahkam bo'ladi. Muhimi semirib ketishdan asraydi. Tarvuz urug'i aprel va may oylarida yerga ekiladi. Erta pishar tarvuzlar 40 kunda yetiladi. Tarvuzning shakli yumaloq, po'sti bilan va to'q yashil tusda bo'ladi. Eti qizil, urug'i esa qora rangdadir. Matnda tarvuzga qanday ta'rif berilgan? Tarvuzni ta'riflash uchun qaysi so'zlardan foydalanilgan? Aytingchi, ta'riflash uchun narsalarning belgisini bildirgan so'zlar ishlatilganmi? Ha, albatta. Matnda tarvuzga uning mazali ekanligini, yoz faslida tarvuzdan foydalanmaslik mumkin emasligini, undan tashqari u juda ham mazali
uning qachon ekilishi, qancha kunda yetilishi, uning rangi qanday ekanligini hammasini mana shu hikoyada biz bilib oldik. Endi mana shu mashqdagi kerakli so'zlar, bizga belgisini bildirgan so'zlarni aniqlab daftarimizga yozishimiz kerak ekan. Mana bu so'zlar o'sha mashqda ishtirok etgan. Yaxshi, mazali, foydali, mustahkam, yumaloq, po'sti qalin, to'q, yashil, qizil, qora. Bu mana shu tarvuzning belgisini bildirgan so'zlar ekanligi ko'rinib turibdi. Uyga vazifa. O'z uyingizni ta'riflab gaplar tuzing. Albatta hamma o'zining uyini tasvirlab berish qobiliyatiga ega. Uyingiz qayerda joylashgan, qanday va hokazo gaplar bilan o'zingizni uyingizni ta'riflab berasiz. Masalan, men Mirhosilboy ko'chasida yashayman. Uyimiz baland va hovlimiz to'g'ri to'rtburchak shaklda. Uyimizda turli xil qizil, sariq, pushti rang gullar ochilib turadi. Yana davom ettirib yozsangiz bo'ladi. Uyimiz 2 qavatdan iborat. Tepa qavatida katta xonalar yoki bo'lmasam mayda xonalar, pastda esa katta xonalar joylashganligini ham aytib berishingiz mumkin. 5-mashq. Rasmdagi bolalarni bir so'z bilan ta'riflang. Bu so'zlarni yozing. Mana bu joydagi bolalar turli bo'ylari har xil o'quvchilar turibdi. Ular bir qatorga joylashgan. Ularning sochlari qora, kiyimlari har xil yashil, ko'k, qizil, sariqdan iborat. Mana bu qizning sochi qora, bantiklari ko'k rangda, ko'ynagi ham ko'k rangda va hokazo ta'riflab berishingiz mumkin. 2-mashqni men mana bunday yozdim. Bolalar qatorda turishibdi. Ularning bo'ylari turli xil. Biri o'rta bo'yli, biri past bo'yli, biri esa baland. Yana sochlarini ayting, kiyimlarini ayting va hokazolarni aytib yozib qo'yishingiz mumkin. 6-mashq. O'qing. Matndagi narsalarning belgisini bildirgan so'zlarni daftarga yozing. Dunyoda olmaning 7000 ga yaqin navi mavjud. Bizning yurtimizda esa 100 dan ziyod olma navlari o'stiriladi. Olma juda ham mazali va foydali mevadir. Shifokorlar kuniga 700-800 gramm har xil sabzavot va mevalar iste'mol qilish kerak deyishadi. Olmani g'arq pishgan mavsumda esa ko'proq olma yesangiz kifoya. Olma urug'ida ko'p miqdorda yod bor. Shuning uchun kuniga 2-3 dona olmani urug'lari bilan iste'mol qilish foydali. Yozda pishadigan qizil olmalar shirin va shirali bo'ladi. Shu bois ularni yangiligida iste'mol qilgan afzal. Kuzda pishadigan ko'mko'k va qattiq nordon shirin olmalarni qishga g'amlab qo'yish mumkin. O'zbekiston adabiyoti va san'at gazetasidan. Matnda olmaga qanday ta'rif berilgan? Olmaning qanday shifobaxsh xususiyati bor? 6-mashq mana bunday yozildi. Mazali, foydali, g'arq, shirin va shirali, yangiligida ko'mko'k, qattiq, nordon, shirin kabi so'zlardan foydalanildi. Bu yerda albatta hikoyada olmaning xususiyati, uning belgisi, rangi, shirinligi haqida bu joyda ko'rsatma berildi. Biz ularni bilib oldik. 7-mashq. Berilgan so'zlardan foydalanib Zumrad va Qimmatni ta'riflab bering. Biz Zumrad va Qimmat ertagini juda yaxshi bilamiz. Bu o'zbek xalq ertaklaridan. Bu ertakni o'qimagan inson va bilmagan o'quvchi bo'lmasa kerak. Albatta biz Zumrad qanday ekanligini, Qimmat qanday ekanligini ta'riflay olamiz. Mana bu joyda yozilgan so'zlarni ajratib Zumradga va Qimmatga xos so'zlarni yoniga yozib chiqamiz. Zumrad shirin so'z, odobli, ozoda, aqlli, mehnatkash qiz ekanligini biz juda yaxshi bilamiz. Qimmat jahldor, dangasa, nodon, uyquchi, qo'pol qiz ekanligini ham biz ertakda o'qib olganmiz.
Bu ikkita qizga berilgan xususiyati. 8 mashq. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib, gaplarni ko'chiring. Everest sayyoramizning eng baland cho'qqisi. Pastda qo'yilish uchun so'zlar turibdi. Cho'qqisi hisoblanadi. Qirg'iy dunyodagi eng tez uchadigan qush. Shahnoza juda chaqqon serharakat qiz. Katta va og'ir vaznli qovoqlar unchalik shirin ta'mda bo'lmaydi. Shirin va xushbo'y o'rik bolalarning eng sevimli mevalaridan biridir. Mana shu 8-mashqqa nuqtalar o'rniga kerakli so'zlar tagida turibdi. Biz uni hozir joylashtirib yozamiz. Ya'ni Everest sayyoramizning eng baland, birinchisiga cho'qqisi, ikkinchisiga hisoblanadi. Qirg'iy dunyodagi eng tez uchadigan qush. Shahnoza juda chaqqon serharakat qiz. Katta va og'ir vaznli qovoqlar unchalik shirin ta'mda bo'lmaydi. Oxirgi gapimiz shirin va xushbo'y o'rik bolalarning eng sevimli mevalaridan biridir. Mana kerakli so'zlarni biz joyiga qo'yib yozdik. Undan keyin esa mana uyga vazifa. Eng yaqin do'stingizni ta'riflab, kichik matn tuzing. Hammaning o'zining do'stisi bor. U do'stisini juda yaxshi taniydi, unga ta'rif bera oladi va o'shani biz matn shaklida yozamiz. Mana o'sha matn. Mening maktabda eng yaqin do'stim Bahodir. U juda aqlli bola. Bahodir menga doimo xushmuomalada bo'ladi. Men uni yaxshi ko'raman. U a'lochi o'quvchi. Bu joyda u bolaga ta'rif berdik. Eng yaqin do'stisi ekanligini, aqlli ekanligini, xushmuomalada a'lochi o'quvchi ekanligini biz ta'riflab hikoya yozdik. Mana hurmatli o'quvchilar, 27-mavzu shundan iborat. Keyingi dars ham sizga yetib borish uchun obuna bo'lib qo'ying. Xayr.